Esinglarda bo'lsa, Hamzat Chimayev Gilbert Bryons bilan urushgan, nimaga charchab qoldi, Hamzat dixalkasi yo'q ekan, boshqasi yo'q ekan, hamma gapirardi, bilsanglar. Lekin Hamzat Chimayevda dixalkasi yo'q emas. Hamzat Chimayev reytingga yangi kirgan paytida Gilbert Bryons 3-nomer bo'lgan, 3-nomer. Falastinliklar tepadagi odam 3-nomer bilan shunday urushyapti. 3-nomer bilan 3 raund urushib, 3-nomerda yutyapti. Pashi kamarga da'vogar bo'lyapti. Shu reytingda ham, nomda ham shunaqa farqlari bor. Shuning uchun ko'p urushgan. Menda ham endi nari saperniklar to'pda emasdi. Bu to'p tegiydi. Temboli yangi vesda, Trovkani kam qildi. Shu uchun bo'ldi, xolos emas. Lekin agar Xudo xolasa normalniy borib yana Trovkani joyiga qo'yib, vitaminlar joyiga qo'yib, hamma chiroyli qilsak, Xudo xolasa o'zimizga o'xshagan odam ekan. To'pdagilar ham faqat Trovka qilib chiqib yutsa bo'lar ekan. Inshaalloh agar bitta chiqib yutsam, buni chaqiraman o'zim. Ey, qayerdasan? Keyin endi bir 2 oy tayyorgarlik ko'rib, bo'yga chiqaylik. O'tgan safarga o'xshab 2 haftada chiqmaylik deb, shunaqa deb aytmoqchiman. Endi Xudo xolasa